2023-yilda velosipedchilar qanday natijalarga erishdilar? O'tayotgan yil davomida tashkillashtirilgan musobaqalar va sportchilar tomonidan qo'lga kiritilgan medallarning soni nechta bo'ldi? Mag'rurlik va quvonch bilan aytish mumkinki, 2023-yil sporti mazkur yo'nalishi vakillari uchun samarali, muvaffaqiyatli, sermahsul, shuningdek ijobiy voqealarga boy bo'ldi. 2023-yilda O'zbekiston velosportchilari 76 ta xalqaro musobaqada ishtirok etishdi. 2023-yilda yurtimizda 24 ta respublika va 4 ta xalqaro musobaqalar o'tkazildi. Ulardan erkaklar o'rtasida velosportning shaxsiy yo'nalishi bo'yicha 25 ta, ayollar 29 ta xalqaro musobaqalarda startga chiqishdi. Velosportning shaxsiy yo'nalishi bo'yicha mamlakat ayollar jamoasi tomonidan 12 ta oltin medal qo'lga kiritildi. Olga Zabelinskiya, Yanina Kuskova, Ekaterina Knebleva, Nafosat Qo'ziyeva, Margarita Misyurinalar yuqori natija ko'rsatishdi. O'zbekiston ayollar terma jamoasi 3 ta, erkaklar termasi esa 1 ta Olimpiada yo'llanmasiga sazovor bo'ldi. Biz Bo'stonliq tumanida yangi mavsumga kiryapmiz. Shu sovuq qish kunlarida ham mashg'ulotlar olib boryapmiz. Parij Olimpiadasi uchun 4 ta litsenziyamiz bor. Hozir yaxshi sport formasidamiz. 5-yanvarda Avstraliyaga jo'nab ketamiz. Sportchi uchun har bir poyga muhim sanaladi. Men Olimpiya o'yinlariga borishni juda xohlayman. Bizda terma jamoa a'zolari orasida ham eng yaxshilar uchun tanlov bo'ladi va eng kuchli atlet Olimpiadaga boradi. Men ko'p marta poygada qatnashdim. Yiqildim, lekin bu tajriba. Keyingi safar yanada kuchli bo'lib qaytishga yordam beradi. Shaxsan o'zim jahon chempionatida eng yuqori darajaga chiqmoqchiman. Garchi yo'nalish men uchun ideal bo'lmasa-da, u menga muvaffaqiyat keltirishiga ishonaman va men faqat g'alaba uchun kurashaman. Yangi yil bu Olimpiya yili. Hammaga omad tilayman. Barchani muborakbod etaman. Qayd etish joiz, velosportchilarimiz Olimpiya o'yinlariga birinchi bor 4 ta yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Ayollar toifasidagi litsenziyalarning 2 tasi guruh poygasi, bittasi esa shaxsiy poyga dasturiga to'g'ri keladi. Qizlarimiz 1942 ochko bilan ushbu siklda ishtirok etgan 103 jamoa orasida 17-natijani qayd etgan. Bu Osiyo mamlakatlari orasida eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Hozir biz sport zalidamiz. Bosqichma-bosqich Osiyo chempionatining 4 karra sovrindori bo'ldik. Bular yuqori yutuqlar. Bizning maqsadimiz Olimpiya o'yinlariga chiqish va eng yaxshi natija ko'rsatish. Har bir start muhim va har bir start esda qolarli. Asosiysi ko'p mehnat qilish, mashq qilish va natijalarga erishishdir. Nafosat Qo'ziyeva uchun o'tgan mavsum juda muvaffaqiyatli bo'ldi. 2023-yil bizning terma jamoamiz uchun juda ham katta bir mavsum bo'ldi. Eng qiyini, eng yoqqani ham shu bo'ldi hozirgi vaqtga. Chunki biz bu yil juda ham katta musobaqalarni o'tkazdik. Ko'p musobaqalarda o'zimizni kuchimizni Yevropada sinab ko'rishga va u yerda podiumlarga chiqishga muvaffaq bo'ldik. Shunga qaramasdan biz bu yil yana 3 ta litsenziyaga ega bo'ldik, ayollar terma jamoasi. Umumiy hisobda O'zbekiston terma jamoasida 4 ta litsenziya, shu 4 tadan 3 tasi ayollar terma jamoasiga. Bunday natijaga O'zbekiston tarixida birinchi marta erisha oldik. Albatta bu barchasi bizning federatsiyamiz, bizning murabbiylarimiz, mexanik massajistlarimizning mehnatlaridan kelib chiqib, biz shunday umuman olib aytganda bitta oila bo'lib ishlaganimiz shunaqangi natijalarni berdi. Olimpiada bizni kutib turibdi. Xalqaro velosportchilar ittifoqi velosport bo'yicha terma jamoalarning yangilangan reytingiga ko'ra O'zbekiston ayollar terma jamoasi tarixda ilk marta 680 ochko bilan shaxsiy yo'nalishi bo'yicha jahon reytingida 20-pog'onadan joy oldi. Bungacha O'zbekiston ayollar terma jamoasi jahon reytingida kuchli 20 talikka kira olmagandi. Bu ko'rsatkichda velosiped sporti bo'yicha ayollar milliy terma jamoasi a'zosi Olga Zabelinskiyaning hissasi ulkan ekanligini qayd etish lozim. Joriy yilning 14-oktyabr kuni Fransiyada shaxsiy bo'yicha Chrono des Nations xalqaro turnirida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Zabelinskiya ham ishtirok etgan va 26,5 km masofaga o'tkazilgan poygada 35 daqiqa 4 soniya vaqt sarfladi, soatiga o'rtacha 45 km tezlik bilan oltin medalni qo'lga kiritdi. Eng mohir velosportchilarimizdan Yanina Kuskovaning oldindagi rejalari kelasi yilga Parijda o'tadigan Olimpiya o'yinlariga borish va jahon chempionati unvonlarini olishdan iborat.
Biz ko'plab musobaqalardan o'tdik. Zamonaviy o'zbek velosporti tarixida birinchi marta Tashkent City Women Professional Cycling Team qit'a xotin-qizlar jamoasi velosportning shosse yo'nalishi bo'yicha Oliy Legion Women World Tour Ranking musobaqalarida ishtirok etib, UCI Olimpiya reytingi bo'yicha 160 ochkoni qo'lga kiritdi va jahonda 47 ta qit'a jamoalari orasidan eng yaxshi 25 ta professional jamoalar qatoridan o'rin oldik. Aytmoqchimanki, bu yil jamoamiz uchun katta mablag' ajratildi. Ilgari bizda barcha holatlar uchun velosiped bo'lmagan. Endi esa 5-6 ta velosipedimiz bor. Texnik ta'minotning yaxshilanganidan juda xursandmiz va bu albatta yaxshi natijalarga olib boradi. Terma jamoa a'zolari yakunlangan yil davomida velosportni shosse yo'nalishida o'tgan xalqaro musobaqalarda 11 ta kumush medalga ega bo'lishdi. Shu bilan bir qatorda trek yo'nalishi bo'yicha 10 dan ziyod sport tadbirlari bo'lib o'tdi. Velosport bugungi kunda turli viloyatlarda ham jadal tarzda rivojlanib kelmoqda. O'zbekiston velosport tarixida birinchi marta Namangan shahrida ayollar va erkaklar o'rtasida velosportning trek yo'nalishi bo'yicha Silk Road Namangan I va Silk Road Namangan IIC2 kabi UCI tasnifidagi xalqaro musobaqalar o'tkazildi. Shuningdek, Toshkent shahrida ayollar va erkaklar o'rtasida velosportni shosse yo'nalishi bo'yicha xalqaro poyga tashkil etildi. Velosportning shosse yo'nalishi bo'yicha Parij 2024 Olimpiadasiga reyting ochkolarini jamg'arish davri yakuniga yetgan bo'lsa, trek yo'nalishi bo'yicha litsenziyaga ega bo'lish uchun hali umid bor. Olimpiada davri kelasi yilning bahorida yopiladi. Bu yil biz uchun juda yaxshi boshlandi. Ko'plab shosse va trek poygalari bo'ldi. Umumiy sa'y-harakatlarimiz tufayli biz litsenziyalarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldik. Biz uchun juda omadli keldi. Bu yil Turkiyada ko'plab poyga startlari bo'ldi. Xitoyda Osiyo o'yinlari jamoaviy poygada 5-o'rinni egalladik. Vazifa ko'proq litsenziyalarni qo'lga kiritish va saralashdan o'tish edi. Velosport bo'yicha nafaqat shosseda, balki trek yo'nalishida ham yuqori natijalar qo'lga kiritildi. Hamyurtlarimiz Osiyo chempionati xalqaro musobaqalarda 14 ta oltin, 20 ta kumush va 16 ta bronza medallarga sazovor bo'lishdi. Margarita Misyurina nafaqat shosseda, balki trekda ham yaxshi tajribaga ega. Uning eng yoqtirgan distansiyasi bu Omnium. Bu yil boshdanoq juda muvaffaqiyatli bo'ldi va butun mavsumda biz ko'plab ochkolarni qo'lga kiritdik va biz xalqaro maydonda raqobatlashishga tayyormiz. Trekda ikkita yo'nalishga kirish imkoniyati mavjud. Bu Medicine poygasi va Omnium raqobatlashadigan juftlik poygasi. Men munosib ishtirok etish uchun hamma narsani qilaman. Mashg'ulotlarda kuniga 150 kilometrdan 200 kilometrgacha masofani bosib o'tyapmiz. Trek bo'yicha xotin-qizlar milliy terma jamoasi jamoaviy poygada 1660 UCI Olimpiya reyting ochkolarini qo'lga kiritdi va hozirgi vaqtda dunyo reytingi bo'yicha 17-o'rinni egallab kelmoqda. Osiyoda trek bo'yicha xotin-qizlar milliy terma jamoasi jamoaviy poygada 3-o'rinni band etgan. Trekning Medicine yo'nalishi bo'yicha ayollar terma jamoasi UCI Olimpiya reytingida 4220 ochko qo'lga kiritdi va dunyo reytingi bo'yicha 15-o'ringa ega bo'lib, 2024-yil 14-aprelda yakunlanadigan xalqaro musobaqalarda Olimpiya litsenziyasi uchun kurash olib bormoqda. Osiyoda trekning Medicine yo'nalishi bo'yicha xotin-qizlar milliy terma jamoasi reyting bo'yicha 1-o'ringa ega bo'ldi. Erkaklar milliy terma jamoasi 1227 100dan 98 UCI Olimpiya reyting ochkolarini qo'lga kiritdi va dunyoni 128 ta mamlakat orasida 33-o'rinni egalladi. Osiyoda esa velosport bo'yicha erkaklar milliy terma jamoasi 4-o'rinni qayd etgan. Velosport jamoasining yana bir vakili Danil Yevdokimov ham xorijdagi musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, butun jamoa bilan birgalikda qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda. 2023-yil biz uchun muvaffaqiyatli bo'ldi. Litsenziyalarni qo'lga kiritdik. Men o'zim jahon chempionati va olimpiya o'yinlariga chiqish uchun ko'plab musobaqalarda qatnashdim. Hozir qishki mashg'ulot yig'inlari bo'lib o'tmoqda.
Qish mavsumida uzoq masofalarga yugurib, chidamlilikni oshirishga e'tibor qaratganmiz. Masofani bosib o'tishni 100 kilometrlik mo'ljal bilan boshladik. Shassida 150 kilometrlik masofani o'tish bilan yuklamalarni yakunlaymiz. Hammaga omad tilayman. Yangi yilingiz muvaffaqiyatli bo'lsin. Yangi yilda asosiy e'tibor shassidagi startlarga qaratiladi. Trekda kutilayotgan ilk musobaqa yil boshida Osiyo chempionati bo'ladi. Biroq Olimpiadadan keyin qisqa muddatda trekda o'tadigan jahon chempionati ham borligini inobatga olsak, ushbu yo'nalishdan e'tiborni to'liq uzib qo'ymaslik zarurligi oydinlashadi. Erkaklar terma jamoasi a'zolari 1228 ochko bilan 105 jamoa orasida 32-natijani ko'rsatishdi. Bu ularga guruh poygasi yo'nalishida bitta yo'llanmani taqdim qildi. Qoidaga ko'ra, barcha kvotalar terma jamoa uchun taqdim etilgan. Ushbu dasturlarda qaysi atletlarimiz Parij 2024 Olimpiadasida startga chiqishi keyinroq murabbiylar shtabi tomonidan ma'lum qilinadi. Yangi mavsumga jiddiy tayyorgarlik ko'rilmoqda. Sovuq havoda biz tekislikda, yaxshi havoda esa tog'li hududga ko'tarilamiz. Kuniga 150-200 km masofani bosib o'tamiz. Xorijda o'tgan poygalarda yaxshi natijalarimiz ko'p. Mavsumdan mamnunman. Xitoyda Himolay tog'larida 3 ta, Turkiyada 3 ta medalga sazovor bo'ldim. 2024-yilga maqsadlarim yuqori. Barchaga sog'lik va yangi yilda omad tilayman. Farruh Bobosherov keyingi mavsumga tayyorgarlik ko'rmoqda va trekni afzal ko'radi. Muvaffaqiyat kaliti nafaqat mashg'ulot, balki aql jamoa deb hisoblaydi. Mavsumning oxirgi yig'inlari G'azalkentda bo'lib o'tmoqda. Keyingi musobaqalarga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Umumiy jismoniy tayyorgarlik bo'yicha ishlayapmiz. Musobaqalarda qatnashdim va jamoadoshlarimga yordam berdim. Fevral oyida shasse bo'yicha Osiyo chempionati rejalashtirilgan. Men trekni afzal ko'raman. Trekda yuqori tezlik kerak. Shasse yo'nalishi esa kuchliroq va bardoshli bo'lishga yordam beradi. Eng muhimi aql jamoa. Kuch, mehnat, chidamlilik ko'pi bilan 214-215 km bosib o'taman. Chet eldagi ko'p poygalarda 270 km dan ortiq yurishga to'g'ri keladi. Imkon qadar tezlikni va kilometrajni ko'paytirishga harakat qilamiz. Hammani yangi yil bilan tabriklayman. Hammaga muvaffaqiyatlar tilayman. G'alabalar yor bo'lsin. Taslim bo'lishmasin, oxirgacha boring. Men bu yerga kelganimda ko'p narsani tushunmagan edim. Bugun hayotni velosipedsiz tasavvur qila olmayman. Nikita Tsvetkov ham sport formasini yig'moqda. Har kuni 3-4 soat shug'ullanadi. Uning shiori har doim olg'a. Bu biz uchun katta yutuq. Velosport o'sdi. Bu mavsum shiddatli kechdi. Qo'yilgan vazifalarni bajarishni uddasidan chiqdik. Qiyin bo'ldi. Eng kuchli jahon va Osiyo poygachilari bilan raqobatlashdik. Biz yaxshi harakat qildik va yaxshi natijani ko'rsatdik. Bu sport turi. Sportda eng kuchlisi yengadi. Hammasi o'zimizga bog'liq. Oldinda qiyin, eng muhim mavsum turibdi. Fevralda Hindistonda trek bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. Ana shu eng muhim mavsumda Vladislav Tromin ham startga chiqadi. Biz ko'proq tog'larga boramiz va u yerda mashq qilamiz. Chunki ko'p yirik musobaqalar tog'larda bo'lib o'tadi. Mashq bizga tezroq tepaga ko'tarilishga yordam beradi. Maksimal maqsad kuniga 150 km. Saralash trek musobaqalarida ochko to'plashni rejalashtirmoqdamiz. Maqsadimiz eng kuchli uchlikda kirish. Osiyoda O'zbekiston professional kontinental erkaklar jamoasi, UCI Tashkent City professional velosport jamoasi shasse yo'nalishi bo'yicha 2-o'rinni egalladi. Umid qilamiz, yangi yilda natijalar, ko'rsatkichlar va albatta medallar yanada ziyoda bo'ladi. Bu borada barcha sportchilarga, murabbiylarga, hakamlarga, sport tashkilotlariga omad va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.